Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani 20-bolalar musiqa va san'at maktabi 2026 va 2027-o'quv yili uchun yosh, iqtidorli yoshlarni o'z bag'riga chorlaydi. 20-bolalar musiqa va san'at maktabida musiqa yo'nalishi bo'yicha an'anaviy xonandalik yo'nalishi, damli va zarbli cholg'ular yo'nalishi, estrada xonandalik yo'nalishi, xalq cholg'ulari yo'nalishi, san'at yo'nalishi bo'yicha teatr va aktyorlik yo'nalishi, raqs yo'nalishi, tasviriy san'at yo'nalishi, dizaynerlik yo'nalishi, amaliy san'at yo'nalishi va baxshichilik yo'nalishlari mavjud bo'lib, farzandlaringizni iqtidoriga qarab ushbu yo'nalishlardan biriga tahsil olishiga aynan ushbu maktab yordam beradi. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz kelajagiga befarq bo'lmang. Ulardagi iqtidorlarni esa biz bilan kashf eting. Bizning manzilimiz Qumqo'rg'on tumani, Yangiyer mahallasi, O'zbekiston ko'chasi, 1-A uy, Mo'ljal, Yangiyer City ro'parasi.